Bugun men nogironlik masalasida O'zbekistonda ko'pchilikni qiziqtirayotgan juda muhim o'zgarishlarni tushuntirib beraman. Ayrim to'lovlar, kompensatsiyalar, yordam paketlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarida 5 million so'mdan 6 million so'mgacha bo'lgan miqdorlar haqida gap ketmoqda. Bu mavzu faqat nogironligi bor insonlarga emas, ularning ota-onasi, farzandlari, turmush o'rtog'i, parvarish qilayotgan yaqinlari va hatto ish beruvchilarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Kimlar bundan foyda ko'rishi mumkin? Kimlar esa noto'g'ri tushunib, behuda yugurib yurmasligi kerak. Ma'lumot juda muhim, chunki bitta hujjat yetishmasa yoki ariza noto'g'ri yozilsa, odam o'ziga tegishli yordamni oylar davomida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki men amaliy qadamlarni ham aniq aytib beraman. Avvalgi yillarda nogironlik bo'yicha yordam olish jarayoni ko'p odamlar uchun murakkab, tushunarsiz va charchatadigan edi. Fuqaro avval poliklinikaga borardi, keyin tibbiy hujjatlarni yig'ardi, keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga yo'llanma olardi, so'ng navbat kutardi. Natija chiqqandan keyin esa yana pensiya, nafaqa, reabilitatsiya vositasi, protez, aravacha, eshitish moslamasi yoki boshqa yordamlar bo'yicha alohida murojaat qilishga majbur bo'lardi. Eng katta muammo shunda ediki, ko'pchilik nogironlik belgilanishi bilan barcha yordamlar avtomatik tushadi deb o'ylardi. Aslida esa nogironlik guruhi belgilangani bir narsa, unga bog'liq pul to'lovi yoki xizmatni rasmiylashtirish boshqa narsa. Masalan, bir odamga ikkinchi guruh nogironlik belgilanishi mumkin. Lekin u pensiya olish uchun alohida murojaat qilmasa, kerakli ish staji hujjatlarini ko'rsatmasa yoki bank kartasi ma'lumotlari to'g'ri kiritilmasa, to'lov kechikishi mumkin. Hozirgi islohotlarning asosiy ma'nosi shuki, davlat nogironligi bo'lgan shaxsni faqat nafaqa oluvchi sifatida emas, balki to'liq huquqli fuqaro ishlashi, o'qishi, davolanishi, harakatlanishi va jamiyatda faol bo'lishi kerak bo'lgan inson sifatida ko'rishga o'tyapti. Shu sababli yondashuv ham asta-sekin o'zgaryapti. Endi faqat pul berish emas, balki xizmat, reabilitatsiya, texnik vosita, kasbga o'qitish, ishga joylashtirish va huquqiy himoya ham muhim yo'nalishga aylanmoqda. Bu yerda eng muhim narsani aniq qilib olaylik edi. 5 million so'mdan 6 million so'mgacha degan gapni hamma odam menga har oy 6 million so'm berilar ekan deb tushunmasligi kerak. Amaliyotda bunday miqdorlar turli yo'nalishlarda uchashi mumkin. Ayrim reabilitatsiya vositalari uchun ajratiladigan kompensatsiya, protez ortopediya buyumlari, individual yordam paketi, ish beruvchilarga subsidiya, kasbga o'qitish xarajati yoki ma'lum toifadagi fuqarolar uchun bir martalik qo'llab-quvvatlash shaklida bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim odamlarga bitta savol beraman. Siz aynan qaysi yordam haqida gapiryapsiz? Nogironlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Parvarish puli yoki kompensatsiyami? Reabilitatsiya vositasimi? Uy-joy sharoitini yaxshilashmi? Ishga joylashish subsidiyasimi? Chunki har birining tartibi, hujjati, muddati va hisoblash usuli boshqa. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Bunday holatda oila faqat pensiya yoki nafaqa bilan emas, balki parvarish, dori-darmon, aravacha, maxsus karavot, gigiyena vositalari, yo'l xarajatlari va tibbiy tekshiruvlar bilan ham yuzlashadi. Agar davlat ayrim yo'nalishlarda kompensatsiyani darti bo'y milliondan 6 million so'mgacha oshirsa, bu oilaning real xarajatlarini yengillashtirishi mumkin. Lekin bu pul avtomatik ravishda har bir nogironligi bor shaxsga beriladi degani emas. Yana bir misol. Farzandi tug'ma eshitish muammosi bilan tug'ilgan ota-ona eshitish moslamasi, logoped tibbiy tekshiruv, maktabga tayyorlash kabi xarajatlarga duch keladi. Agar bola uchun individual reabilitatsiya dasturida eshitish apparati yoki boshqa texnik vosita zarurligi ko'rsatilgan bo'lsa, ota-ona tegishli idoralarga murojaat qilib, belgilangan limit doirasida yordam olishi mumkin. Miqdor oshgani yaxshi, lekin asosiy hujjat reabilitatsiya dasturi va tibbiy xulosa bo'ladi. Birinchi navbatda nogironlik guruhi yaqinda belgilangan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki ko'p odam komissiyadan xulosa oladi, lekin keyingi qadamlarni bilmaydi. Sizda nogironlik belgilangan bo'lsa, darhol pensiya yoki nafaqa masalasini, reabilitatsiya vositalarini, imtiyozlarni, dori-darmon ta'minotini va ishga qaytish imkoniyatini alohida tekshiring. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan bir erkakni tasavvur qilaylik. U 12 yil ishlab, keyin insult bo'lgan.
Komissiya unga nogironlik belgiladi. Agar u ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni to'liq topshirsa, nogironlik pensiyasi tayinlanishi mumkin. Agar staji yetarli bo'lmasa yoki hujjatlarda uzilish bo'lsa, ijtimoiy nafaqa masalasi ko'riladi. Lekin u shu bilan to'xtab qolmasligi kerak. Unga reabilitatsiya, qo'ltiqtayoq, dori-darmon, sanatoriy yo'llanmasi yoki ish joyini moslashtirish bo'yicha ham yordam kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi navbatda nogironligi bor bolalarning ota-onalari e'tiborli bo'lishi zarur. Bola bo'yicha yordam olishda ota-ona ko'pincha faqat nafaqani o'ylaydi. Aslida esa bola uchun eng muhim narsa erta reabilitatsiya. Masalan, autizm spektridagi bola uchun mutaxassis bilan mashg'ulotlar, nutq rivojlantirish, psixologik pedagogik yordam, maxsus ta'lim sharoiti kerak bo'lishi mumkin. Agar ota-ona faqat pul to'lovini kutib o'tirsa, vaqt ketadi. Vaqt esa bolaning rivojlanishida eng qimmat resurs. Uchinchi toifa bu yosh katta ota-onasiga qarayotgan farzandlar. Ko'pincha 7 yoshdan oshgan inson yurak, ko'z, bo'g'im, diabet, insult oqibatlari sabab o'zini eplay olmay qoladi. Farzandlar esa nogironlik rasmiylashtirsak bo'ladimi, yo'qmi deb yuradi. Bunday holatda asosiy mezon faqat kasallik nomi emas, balki kasallikning inson hayot faoliyatiga ta'siri, yurishi, o'ziga xizmat qilishi, ko'rishi, eshitishi, muloqot qilishi, mehnat qilishi, nazoratga muhtojligi. Agar sizda vaqtinchalik kasallik bo'lsa, masalan, oyog'ingiz singan, operatsiyadan keyin 2-3 oy mehnatga layoqatsiz bo'lsangiz, bu har doim ham nogironlik degani emas. Bunday holatda vaqtincha mehnatga layoqatsizlik varaqasi, ya'ni kasallik varaqasi berilishi mumkin. Nogironlik esa odatda uzoq muddatli barqaror cheklanish bo'lganda ko'rib chiqiladi. Agar odamda tashxis bor, lekin u kundalik hayotda mustaqil yuradi, ishlaydi, o'ziga xizmat qiladi, kasallik nazorat ostida bo'lsa, komissiya nogironlik bermasligi mumkin. Masalan, diabet tashxisi bor odamlarning hammasiga avtomatik nogironlik belgilanmaydi. Lekin diabet asorat berib ko'rish pasaysa, buyrak faoliyati buzilsa, oyoqda og'ir asoratlar bo'lsa, vaziyat boshqacha baholanadi. Yana bir muhim nuqta, nogironlik guruhi doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Ba'zi kasalliklarda 1 yilga, 2 yilga, ba'zi holatlarda bolalarda belgilangan muddatgacha, ayrim og'ir holatlarda muddatsiz berilishi mumkin. Agar muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan tayyorgarlik ko'rish kerak. Yana avtomatik uzayadi deb o'ylash xato bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri odam faqat bitta shifokor xulosasi bilan komissiyaga borishni xohlaydi. Amalda esa komissiya umumiy holatni ko'radi. Kasallik tarixi, analizlar, instrumental tekshiruvlar, davolanish natijalari, shifoxona ko'chirmalari, mutaxassislar xulosasi, reabilitatsiya ehtiyoji, kundalik faoliyat cheklanishi birgalikda bog'lanadi. Masalan, bel churrasi bor odam manda MRTda churra chiqqan, demak nogironlik berishlari kerak deydi. Lekin MRTda churra borligi yetarli bo'lmasligi mumkin. Komissiya savol beradi. Odam yura oladimi? Og'riq doimiymi? Nevrologik asorat bormi? Oyoqda kuchsizlik bormi? Operatsiya kerakmi? Davolanish natija berdimi? Mehnat faoliyati qanchalik cheklangan? Shuning uchun faqat tashxis emas, tashxis oqibati muhim. Yana bir nozik jihat, ayrim to'lovlar daromad, staj yoki ijtimoiy holatga bog'liq bo'lishi mumkin. Nogironlik pensiyasi uchun odatda mehnat staji, ish haqi ma'lumotlari va pensiya hisob-kitobi muhim. Ijtimoiy nafaqa esa boshqa mezonlar asosida belgilanadi. Shu sababli ikki odamning nogironlik guruhi bir xil bo'lsa ham, oladigan summasi turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi odam 25 yil rasmiy ishlagan, ish haqi yaxshi bo'lgan, ijtimoiy badallar to'langan. Ikkinchi odam esa umuman rasmiy ishlamagan. Ikkalasida ham ikkinchi guruh nogironlik bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisoblashda farq katta bo'ladi. Shuning uchun qo'shnim 2 million olyapti. Men nega kam olyapman degan savolga javob ko'pincha ish staji va hujjatlarda bo'ladi. Yana odamlar bilmaydigan narsa, reabilitatsiya vositasi uchun pul yoki buyum olishda individual reabilitatsiya dasturi juda muhim. Agar dasturda aravacha, eshitish apparati, protez, ortopedik poyabzal yoki boshqa vosita ko'rsatilmagan bo'lsa, idora sizga vosita belgilab berilmagan deb rad qilishi mumkin. Shuning uchun komissiya jarayonida o'z ehtiyojingizni aniq aytishingiz kerak. Uyda yura olmayman. Tashqariga chiqishim uchun aravacha kerak. Ishga borishim uchun protez kerak. Eshitish apparatisiz darsni eshitmayman. Maxsus oyoq kiyimsiz yura olmayman. Yana bir xatolik, odamlar og'zaki va'da bilan cheklanadi. Masalan, bo'ring keyin beramiz, hozir pul yo'q, ro'yxatga yozdik deyshadi. Siz har doim yozma ariza qoldiring. Arizangiz ro'yxatga olingani haqida tasdiq oling. Agar portal
orqali topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. Chunki keyin muddat o'tsa sizda dalil bo'ladi. Birinchi qadam, tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Sizda kasallik tarixi, shifoxona ko'chirmalari, ambulator karta ma'lumotlari, analizlar, UZI, MRT, KT, rentgen, EKG, nevrolog, kardiolog, oftalmolog, travmatolog yoki boshqa mutaxassis xulosalari bo'lishi kerak. Hamma hujjat yangi va o'qilishi aniq bo'lsin. Eski, yirtilgan, nursiz qog'ozlar ko'pincha muammo tug'diradi. Ikkinchi qadam, oilaviy poliklinikaga boring. O'zingiz biriktirilgan oilaviy shifokor yoki tor mutaxassis orqali nogironlik masalasini ko'rib chiqish uchun yo'llanma so'rang. Shifokorga umumiy gapirmang, aniq ayting. Men yura olmayapman, o'zim kiyina olmayapman. Ishga qayta olmayapman, doimiy dori ichyapman, ko'rishim pasaygan, parvarishga muhtojman. Komissiya uchun kasallikning kundalik hayotga ta'siri juda muhim. Uchinchi qadam, komissiyaga tayyor bo'ling. Savollarga yashirib ham javob bermang. Ba'zi odamlar uyalib holatini yengil ko'rsatadi. Keyin nogironlik berilmasa norozi bo'ladi. Ba'zilar esa aksincha haddan tashqari oshirib gapiradi. Bu ham ishonchsizlik keltiradi. To'g'risi, bor holatni aniq va dalil bilan tushuntirish. 4-qadam, xulosa chiqqandan keyin darhol ijtimoiy to'lovlar bo'yicha murojaat qiling. Pensiya yoki nafaqa masalasida pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish mumkin. Hududingizda qaysi tartib qulay bo'lsa, shuni tanlang. Pasport yoki ID karta. Nogironlik haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat staji ma'lumotlari, ish haqi haqidagi hujjatlar, bank karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, individual reabilitatsiya dasturini tekshiring. Unda sizga kerakli vositalar yozilganmi? Masalan, aravacha, qo'ltiqtayoq, hassa, protez, ortopedik poyabzal, eshitish apparati, ko'rish bo'yicha moslama, sanatoriy davolanish, kasbiy reabilitatsiya. Agar ehtiyoj bor, lekin dasturda ko'rsatilmagan bo'lsa, uni qayta ko'rib chiqish bo'yicha murojaat qiling. 6-qadam, arizalarni yozma qoldiring. Arizada quyidagilar bo'lsin: kimga murojaat qilyapsiz, ism, familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, nogironlik guruhi yoki bolaning holati, nima so'rayotganingiz, asos sifatida qaysi hujjatlarni ilova qilayotganingiz. Masalan, menga individual reabilitatsiya dasturiga muvofiq nogironlar aravachasi ajratishda amaliy yordam berishingizni so'rayman yoki nogironlik pensiyasini tayinlash uchun hujjatlarimni qabul qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 7-qadam, muddatlarni kuzating. Ariza topshirdingizmi? Javob qachon berilishi kerakligini so'rang. Agar javob kechiksa, yuqori tashkilotga, ishonch telefoniga yoki elektron murojaat platformalariga yozing. Har bir murojaatda oldingi ariza raqamini ko'rsating. Bu sizning masalangizni jiddiylashtiradi. 8-qadam, ishga joylashish imkoniyatini ham o'ylang. Nogironligi bor inson ishlay olmaydi degan qarash eskirgan. Ba'zi insonlar uyda turib ishlashi mumkin. Ba'zilarga moslashtirilgan ish joyi kerak. Ba'zilar yarim stavkada ishlaydi. Agar sog'lig'ingiz imkon bersa, bandlik organlariga murojaat qilib, kasb o'qitish, ishga joylashtirish. Tadbirkorlik bo'yicha maslahat yoki subsidiya imkoniyatlarini so'rang. Davlatning maqsadi faqat nafaqa berish emas, balki insonni mustaqil hayotga qaytarish bo'lishi kerak. Birinchi vaziyat, 9 yoshli bolada serebral falaj bor. Onasi faqat bolalar nafaqasini olayotgan bo'lishi mumkin, lekin bola uchun aravacha, ortopedik poyabzal, massaj, reabilitatsiya mashqlari, maxsus ta'lim sharoiti kerak. Agar oila individual reabilitatsiya dasturini to'liq ko'rib chiqmasa, darki bu milliondan 6 milliongacha bo'lgan yordam imkoniyatlari haqida eshitadi, lekin amalda foydalana olmaydi. To'g'ri yo'l tibbiy xulosalarni yangilash, ehtiyojlarni dasturga kiritish, yozma ariza bilan murojaat qilish. 2-vaziyat, 8 yoshli ayol ko'krak bezi saratondan operatsiya bo'lgan. Davolanishdan keyin u ishlay olmay qolgan. Qo'l harakati cheklangan. Kimyoterapiya oqibatlari bor. U saraton bo'lsa avtomatik nogironlik beriladi deb o'ylamasligi kerak. Komissiya kasallik bosqichi, davolanish natijasi, asoratlar, mehnatga layoqat, qaytalanish xavfi va kundalik faoliyatni baholaydi. Hujjatlar to'liq bo'lsa, qaror ham adolatliroq bo'ladi. 3-vaziyat, 6-2 yoshli erkak insultdan keyin chap tomoni ishlamay qolgan. Farzandlari uni uyda parvarish qiladi. Bu yerda faqat nogironlik guruhi emas, parvarish, reabilitatsiya, aravacha, uy ichida harakatlanish moslamalari, dori-darmon va ehtimol sanatoriy masalasi ham muhim.
Agar oila faqat bitta to'lov bilan cheklansa, boshqa imkoniyatlardan bexabar qoladi. 4-vaziyat. Eshitishda muammosi bor yosh yigit kollejni tugatgan, lekin ish topolmayapti. Unga nafaqa bor bo'lishi mumkin, lekin eng katta yordam ishga joylashish, eshitish apparati, mos ish sharoiti va kasbga qayta tayyorlash bo'lishi mumkin. Bunday inson men nogironman, demak ishlay olmayman deb o'zini chetga tortmaslik kerak. To'g'ri yo'l, bandlik bo'limi, ijtimoiy xizmat, ish beruvchi bilan moslashuv masalasini ko'tarish. Birinchi xavf vositachilarga ishonish. Men pul beraman, nogironlik chiqarib beraman. 6 million olishingizni hal qilib beraman. Komissiyada odam bo'lgan gaplardan ehtiyot bo'ling. Bu noqonuniy va xavfli. Siz pulingizdan ayrilishingiz, hujjatingiz buzilishi yoki keyinchalik tekshiruvda muammoga tushishingiz mumkin. Faqat rasmiy yo'l bilan yuring. Ikkinchi xavf hujjatlarni soxtalashtirish. Tashxisni og'irroq ko'rsatish, soxta ma'lumotnoma olish, ish stajini noto'g'ri ko'rsatish, keyinchalik to'lovni qaytarish, javobgarlik yoki huquqdan mahrum bo'lishga olib kelishi mumkin. Sog'liq va ijtimoiy himoya masalasida eng kuchli himoya bu halol, to'liq va ishonchli hujjat. Uchinchi xavf muddatni o'tkazib yuborish. Nogironlik muddati tugasa, to'lovlar to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda odamlar komissiyaga keyin boraman deb yurib, bir necha oy daromadsiz qoladi. Agar muddat tugashiga yaqinlashsa, kamida 1-2 oy oldin poliklinika bilan bog'laning. 4-xavf og'zaki rad javobini qabul qilish. Sizga tegishli emas deyishsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatiladi. Agar sabab noto'g'ri bo'lsa, siz shikoyat qilishingiz yoki hujjatni to'ldirib qayta murojaat qilishingiz mumkin. Bu gunoh qiladigan ishingiz barcha tibbiy hujjatlarni bitta papkaga joylang. Oxirgi tekshiruv sanalarini tekshiring. Agar analiz yoki xulosa eskirgan bo'lsa, shifokordan yangilashni so'rang. Keyingi qadam poliklinikaga borib, nogironlikni belgilash yoki qayta ko'rikdan o'tish tartibini so'rang. Shifokorga faqat kasallik nomini emas, hayotdagi cheklovlarni ayting. Men zinadan chiqa olmayman, men ovqat tayyorlay olmayman, men yolg'iz ko'chaga chiqa olmayman. Men ish joyimdagi vazifani bajara olmayapman. Kabi aniq gaplar muhim. Undan keyin komissiya xulosasini olganingizdan so'ng to'lov, reabilitatsiya vositasi va boshqa imtiyozlar bo'yicha alohida ro'yxat tuzing. Har bir band bo'yicha qayerga murojaat qilish kerakligini aniqlang. Pensiya uchun pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari, bandlik uchun bandlik organlari, reabilitatsiya vositalari uchun ijtimoiy xizmatlar, tibbiy masalalar uchun poliklinika va tegishli sog'liqni saqlash muassasalari. Agar bolangiz bo'yicha murojaat qilsangiz, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID hujjati, ota-onaning hujjati, tibbiy xulosalar, ta'lim muassasasi ma'lumotlari, reabilitatsiya ehtiyojlari ro'yxatini tayyorlang. Agar kattalar bo'yicha bo'lsa, ID karta, mehnat staji, bank rekvizitlari, tibbiy hujjatlar va komissiya xulosasi tayyor bo'lsin. Demak, kirim 1 milliondan 6 ming bo'lgan miqdorlar haqida eshitganingizda, avvalo bitta narsani esda tuting. Bu hamma uchun bir xil avtomatik, har oy beriladigan pul degani emas. Nogironlik bo'yicha yordamlar turli shaklida bo'ladi. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, reabilitatsiya vositasi, xizmat, kasbga o'qitish, ishga joylashish, tibbiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Kim nima olishi, uning hujjatlari, nogironlik guruhi, ehtiyoji, ish staji, reabilitatsiya dasturi va murojaat tartibiga bog'liq. Mening asosiy maslahatim. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Og'zaki gaplarga ishonib qolmang. Har bir murojaatni yozma qiling. Individual reabilitatsiya dasturini albatta tekshiring va o'zingizga tegishli imkoniyatlarni talab qilishdan uyalmang. Nogironligi bor inson yordam so'ragani uchun emas, qonuniy huquqidan foydalangani uchun davlat idorasiga murojaat qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik bo'yicha hujjat rasmiylashtirgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Eng katta qiyinchilik qayerda bo'ldi? Komissiyadami, nafaqa tayinlashdami, reabilitatsiya vositasini olishdami yoki ma'lumot yetishmasligidami? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni nogironligi bor yaqinlari bo'lgan insonlarga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir oilaning oylar davomida qiynalib yurishining oldini olishi mumkin.